Mahalla kanalida ko'rganda Feruzaxonning o'zlari bir patsientdan olib oldilar. Shunda unda grizani gapirishdi. Grizani sotyapman deb umurtqa pog'onalarini to'g'irlash hammasini ko'rsatib berdilar. Grizani ko'rsatdilar. Qanaqa fizioterapiya qilish ko'rsatdilar. Shunda aytdilarki, men yemirishni sotaman, dorilarim bor, kelinglar. Lekin men o'shanda nimagadir alaqsidim adresini topolmay qoldim. Qayerda nimaligini bilmadim-da. Keyin doktorga bordik. Вообще yurolmay qoldim. Xastadan ham yurolmay qoldim. Ikkitalab xastalar bilan yurdim. Doktorga bordik. Sizga вообще o'ylanib ketgan. Sizga hastalanib bo'lmaydi. Yo'q, lekin operatsiya qilamiz. Operatsiya qilganda undan temirni qo'yganda yana sizga tushungan ekan. Yana operatsiya qilamiz deyish. Lekin menga operatsiya hech ham kerak emas. Qaytdim. To'rtta doktorga bordim. Toshkentga bordim, Sanpega bordim, travmatologiyaga bordim. Ishonmasam doktor bordi, boshqa shu bilan ishlaydilar. Ular ko'rdilarki, ma'azga necha ko'rindi, bilan necha qiladi. Operatsiya qilsa bo'lmaydi. Dedilar, yo'q, men qilmayman. Keyin xo'jayinimga chiqdim, yig'ladim. Mana shu ayolga bordim, Feruzaga bordim dedim. Shular olib keldi. So'rab keldik. Feruzaga kirdim, Feruza. Habibimni o'zini so'tarimi? O'zlari bilan bir yil dedilar. So'tasini uchratdi so'radim. So'taman. Mana Allohga shukr. Osteoportrozni ichib 10 oydan oyoqqa turdim. Hassani tashladim. 6 oy deganda bitta hassani tashladim. Men 10 oy deganda ikkinchi hassani tashladim. Hech ham yurolmayotgandim. Yurlarim qisib qolgan. Hammani mashina yurib ketgan. O'shani hisobiga yurlarim qisib qolgan ekan. Mening yo'llarim ochdi. Xudoga shukr, mana hozir esa yaxshiman. Bilman. Rahmat. Tabiiyat. Lekin hammalar kelib shu doridan ichinglar yaxshi bo'lasizlar hammalar. Mana men yaxshiman, Xudo xolisa. Xudo xolisa o'ynab beraman, Xudo xolisa degan edim. Lazim o'ynab beraman deb xursand qilgan edim. Xudo xolisa keyincha kelishim o'ynab beraman. Xudo xolisa 18-yilda kelganimda o'rtaga chiqib o'ynab beraman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hammalar davolaninglar. Men rosa yaxshi davo topdim. Shu boshimdan o'tgan shu bo'lgan. Xudoga shukr. Xudoga shukr, men tuzalmasam kerak degan edim, lekin tuzaldim. Allohga shukr. Bir narsaga sabab bo'ladi. Dori berishga birov sabab bo'ladi. Alloh to'g'riladi, Feruza sabab bo'ladi. Tabibim tabiatda osteoportroz sabab bo'lib, mana shu yerlarning hammasi joy-joyiga kelib, sog'ligi o'z holiga keldi. Xudoga shukr. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Shu nima deyadi boshqa?